Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram aziz birodarlar, aka-ukalarimiz, opa-singillar, Alloh taologa shukronalarimiz bo'lsin. Siz va bizlarni mu'min musulmon qilib yaratdi. Mu'min musulmon odam azizlar doim yaxshi gumonda bo'ladi. Yomon gumondan o'zimizcha xulosa qilishlikdan saqlanishligimiz kerak. Zero bugun jamiyatimizda mana shu bir og'ir illat tarqayapti. Bilmasdan o'zicha baho berish. Ayniqsa keyingi paytda ijtimoiy tarmoqlarda ayollarimizga nisbatan kimidir onasi, kimidir opasi, kimidir jufti haloli, kimidir qizi uni yomonlikda, fahshda, buzuqlikda gumon qilishlik, hatto ochiqdan ochiq ayblash holatlari ko'payyapti. Bu shariatda qazf deyiladi azizlar. Juda og'ir gunoh. Hayotda ham, bu dunyoda ham, u dunyoda ham javobgarligi katta. Bir mu'mina, muhsina ayolni siz bilmasdan turib hukm chiqarmang. Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam davrida gumon qilib mana shunaqa qazf qilganlarni jazolangan. Hozir bizning qonunimizda ham mana shu tuhmatlarga jazo bor. Mana eng yomoni Alloh taolo aytibdiki: "Va la taqbalu lahum shahadatan abadan." Ularni hech qachon guvohligini qabul qilmaydilar deyapti. Qarang, bitta mu'mina muslima ayolni buzuqlikda ayblab, fahshda ayblagan inson shuni isbotini qilib bermas ekan, o'sha odamni umrining oxirigacha biror narsaga guvohligi o'tmas ekan. Qanchalik dahshat bu, shuncha ishonchsizlik bo'lar ekan. Shuning uchun ham bu narsadan juda ham saqlanish kerak azizlar. Hatto bunday qazf Payg'ambarimiz alayhissalomning jufti halollari, barcha mu'minlarning onasi bo'lgan Oyisha onamizni boshiga tushganlar. Shundan keyin bu oyat nozil bo'lgan. Aslida bu oyatning sababi mana shu. Oyisha onamiz Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam bilan bir safarga chiqqanlarida, safarda orqada qolib ketganlar. Eng oxirida qolib narsalarni yig'ishtirib kelishga mas'ul bo'lgan bir sahoba bo'lganlar. Ibn al-Muattal radhiyallohu anhu Oyisha onamizni oldiga kelib tuyalarini cho'ktirib, tuyasiga o'tkazib ketganlar. Boshqa hech narsa bo'lmagan. Axir Oyisha Siddiqa radhiyallohu anha mu'minlarning onasi, Rasulimizning jufti halollari edi. Ana o'shini ko'rgan munofiq Ibn Salul va shunga o'xshaganlar eshitdilarmi, orqada Oyisha bilan Ibn al-Muattal qolib ketibdi, nima bo'pti-kin degan gaplarni tarqatgan. Bu gap qanchalik darajada Oyisha onamizga og'ir botgan. Bu haqida biz alohida mauizalar qilganmiz. Oyisha onamizning o'zlarining gaplari bor. Shu gapni eshitganlarda yig'laganimdan jigarlarim, o'pkalarim bo'linib ketdi deb o'ylaganman degan gaplari bor. Mana shunday qazib bo'lgan. Shundan keyin Oyisha onamizning pokligini isbot qilib oyat tushgan va oyatning davomida Alloh taolo yana bundan keyin kimga tuhmat qilsa 4 ta guvoh keltirmas ekan, u fosiq ekanligi va bunday insonni guvohligi qabul qilmasligi va bunday inson jazoga mustahiq ekanligini aytib oyat tushgan. Shuning uchun juda ham xushyor bo'lishimiz kerak azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki: "Ijtanibu zonna fa inna zonna akzabul hadis" dedilar. Bu hadis ham muttafaqun alayh. Ya'ni Rasulimiz alayhisalom aytibdilarki, gumondan saqlaninglar, zero gumon eng yomon yolg'on so'zdir dedilar. Ya'ni siz noto'g'ri gumon qilasiz va natijada siz yolg'on gapirgan bo'lib qolasiz. Shuning uchun ham biror bir kishini tashqi ko'rinishiga qarab birdaniga bu bahoni berib yuborish kerak emas. Haqoratlar bo'lib ketadi internetda. Aytaylik, kimdir ko'rsa unga izohlarda haqorat berish, so'kish. Kechirasiz, siz haqorat qilayotgan bu ayol kimnidir onasi, kimnidir jufti haloli, kimnidir opasi, kimnidir singlisi. Shuning uchun hech qachon jamiyatimizdagi muslima ayollarimizga nisbatan mana bunday tuhmatlarni qilib yuborishlikdan saqlanish kerak. Undan ko'ra tilimizni yaxshi narsalarga burib duo qilib yuraylik. Alloh taolo Qur'onda bizga o'rgatadi. Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana deydi. Ey Robbim, agar unutgan bo'lsak yoki xato qilgan bo'lsak bizga jazo berma deydi. Shuning uchun har bir insonning obro'si, sha'ni, nomi va insonning hayoti kabi muqaddasdir. Unga tegmang. Har bir insonni yaxshi gumon bilan qarshi oling. Va eng muhimi, agar birov sizga gunohkordek tuyulsa ham sukut saqlang. Balki sukutingiz tufayli jannatga kirsangiz, kim biladi? Alloh bilguvchi. Gapirsang yaxshi gapni gapir. Agar yaxshi gapni gapirmasang, unda sukut saqla deydilar. insonlarni do'zaxga sudraydigan narsasi mana shu tili azizlar. Alloh
tilimizni to'g'ri yo'lga boshlasin.